Akalar, yaxshi joyimiz chiqyapti. Qaranglar, mebel sex qilib ishlatishayotgan ekan o'zi. Kerak bo'lsa оборудованияsi bilan sotaman deyaptilar, lekin qaranglar mana hamma shart-sharoiti bor, 10 sotuvlik joyimiz. Nazarbek, Nayman mahallada bo'lyapti. Yangi harakatdagi most, tunnelli mostdan taxminan 1,5 kilometr ichkariga 300 metr masofa bo'lgan joyda 10 sotuv yaxlit bo'lgan joy. Xolisanglar, оборудованиялар bilan gaplashib, yana shu sexni, mebel sexni yurg'izib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda mana shunaqa оборудованиялар qo'yib qo'yilgan. Xullas, hamma shart-sharoitni qilib qo'yilgan, gaz, suv, svet, bunaqalardan muammo yo'q. Tepa ham qo'yib qo'yilgan, alohida o'zligi uchun qilib qo'yishgan ekan. Endi mahalla ham foydalanib turar ekan. 380 bemalol VIP ekan bu yerda. Hop, ko'rasizlar, оборудованияларni alohida gaplashurasizlar o'zlari bilan. Bu yerda yurg'izib turishgan ekan. Ayrim bir sabablarga ko'ra sotuvga chiqarilyapti. Hop, oshxonasi bor, sanuzullari bor, qorovulxona bor. Bu yoqda bitta yotoqxona qilib qo'yilgan ekan, ofisxona qilib qo'yilgan ekan. Xullas, xonalar hamma narsa tayyor, shart-sharoitda qilib qo'yilgan. Endi hozir bitta ko'chalarni ko'rsatamiz. Ko'chalari ham normalniy, endi jar furi kirmasa ham Gazellar yoki Isuzular bemalol kirib chiqaverar ekan. Qaranglar, mana fasad 40-50 bo'lyapti. Mana ko'chalarni ham ko'ryapsizlar, unaqa tor emas, bemalol kirib chiqaveradi katta mashinalar. Bu yog'i shunday suv bo'lyapti, mana archani bu yog'i suv bo'lyapti. Yana ish paytida charchoq bostiga balut tutib bir nimalar qilib o'tirsanglar ham bo'ladigan shart-sharoitlari bor ekan. Narxi 169 900 dollar bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, nomerlar qoladi. Chiroyli narxlarda inshaalloh barakasini qilib yuborsa bo'ladi, aloqaga chiqavering. Yana ma'lumot o'rnida shuni aytaman, quruvchilik ham zo'r variant ekan, bemalol kotej qurib, soqqani qiladigan joy ekan. Jiloy bo'lib turibdi bu joyimiz.